Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda taharet münasebet mezmunlar hakkında bugün misvak ne? Çoğun adem gibi beriş, özden çoğun adem gibi misvak sunuş diyen bir babını keltiripti. Bu belki hadisten ait inek, roşen halette bir boğa vakalik karta elingan bab, koyulgan mezmun dep qarayma. Ondaqda biz hadisning o'zi kirib kelsek, 246 numaralı hadis bu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh shunday dedi, bizga demesden, yani affan mundaq degan idilam dedi. Ondaqda bu munda hadis sorunu da, ilim sorunu da, maxsus bir hadis dep bir sorunu da deyilgan gap bo'lmasdan, o'zaro munda shaxsiy o'ltirish yoki ommaviy sorunda o'tirib, lan deyilgan gapda qiladi bu. Şuna bunu İmam Enver Şah Keşmiri rahmetullahi aleyh bunu hadis ilmida muqavvela deymiz deydi. Muqavvela degan parang söz parang arası deyilgan gap. Şu vaqtdagi rivoyatni muqavvela deymiz. Ama resmi ilim sorunida ya o'rindiqda o'ltirib ya to'ynon beshda o'ltirib so'zlab bergan bo'lsa ayrim mana buni muzokara deymiz deb ta'riflagan. Ondaqda bu bunda vəznəsə sorunda yoki bunda yemək içmək, bunda o'tlagan o'zaro bunda bir holatdagi deyilgan so'zlar qiladi. Shunlashqa İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu yerda affan mundaq degan edi deb shundaq deydi. Ondaqda bu affan kim o? Bu Hazrat Osman ibn Affanning dadisi bilan ismdosh bir ismki. Hazrat Osmanning dadisimi? Yo'q, undaq emas. Bu kişi Hicriye 134 yılı tug'ilgan, Hicriye 220 yılı Bağdat'ta ölüp ketken büyüklerden. Tabi tabi'lar tabaqasidan deyilibdi. İsmi o Affan ibn Muslim Saffar Abu Osman el-Basri. Irak'ның dağınlık aynı vaxtdaki şencilik hafiz muhaddislerden sanıldı. Bu kişinin ait nurgun köp kişilerden hadis rivayet kılgan tabi'lardan. Bu kişiden köp kişiler hadis rivayet kılgan. Mesela İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, İmam Ahmed ibn Hanbel, Ali ibn Medini, Yahya ibn Ma'in, Ebu Zur'atul Razi, Ebu Hatim Razi qatarlıq öz devirdeki dağınlık muhaddisler. Bunların hemisi. Bu kişilerinki bu adam ustaz buludu. Hem ulamalar bu kişiye baha bergen vaxtıda İmam-ı Zahabi rahmetullahi aleyh şunaq degan. Nayet mezmut hafiz muhaddis ki bu vaqtda Yahya'l Qattan degan ulama şunaq degan. Agar bana affan ma'lum bir meselede ko'z qarashda o'xshash bir o'rtoqlikqa ega ekanmiz, affan bilan boshqalarning men qarshi so'z qilishi men parvo qilmayman degan. Demak, buning naytliqi bu kishiningki ilmiy quvvatining nayt salmoqning yuqorliqini demakchida bu jihatda. Bundan başqa ulamalar affan o'zinat ishonchlik, puxta, nayt mazmut muhaddis imom deb ta'riflagan. Bu zatmi o'z vaqtida, ayni vaqtida Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi degan fitnalarga uchragan. Ma'munninki davri kelgan vaqtida Isaq ibn İbrahim at-Tahiri deydigan bir valisini ma'mun burgan ekan. Sen affanni to'lab, mushni Qur'on maxluqmi, maxluq emasmi deb sen shundan imtihon olasan deb. Agar Qur'on maxluq degan qarash kelmasa, onun oyda berdigan beyizlari ham puli va davlatdan bu maoshni kesib tashlab uzvat degan ekan. Ma'qul deb İshaq ibn Tahir bu kishini chaqirib, İshaq ibn İbrahim at-Tahiri Qul huvallohu ahadni o'qib oxirigacha turgan ekan, avl debdi-da. Mushu maxluqmi? Qul huvallohu ahadni o'qib bo'lib, mushu maxluqmi debdi. Deganki, sheyx, agar siz maxluq demisangiz, oyda berdigan 500 koy, 500 dinar, nauzubillah, 500 dirham pulni uzib tashlaymiz, maoshingiz to'xtaydi desa, Qur'oni Karimdagi va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Sizlarning rizqingiz osmonda yozilgan, osmonda bor degan oyatni o'qiblam shiketgan. Boshqa javob bermagan. Demak, bu jihatda bu imtihonda sinoqdan yaxshi o'tgan buyuk muhaddislardan. O'zini ko'p hadis rivoyat qilgan, ishonchlik, hujjat xarakterdagi buyuk muhaddislar. Endi bu Affan degan kishi shu so'rinda deb mundaq debdi-da, bizga Sahr ibn Juvayriya
degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Affonniki büyük ustozlardan ismi Sahr ibn Juvayriyat Tamimi Abu Nafi kunyasi bilan o'zini ayt rostil hadislarni ayt yaxshi bo'lgan o'z davridagi donliq muhaddislardan. Hamda shu bo'labmi shu kutubi sittiniki hadis avtorlari, yozuvchilari bu kishiningki ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Hijriya 163-yil o'lib ketgan. Basrada yashagan büyük muhaddis. Bu kishiningki ustozlari Abdullah ibn Umarninki ozodkirsi Nafi ustoz bo'ladi. Shogirdi masalan Affon ibn Muslim, Abdurrahman al-Mahdi qatorliq kishilar. Ulamolar bu odamda chatoq yo'q degan. Ba'zilar bu odam to'g'riliq yaqib baqqan, ammo Ahmad ibn Hanbal shenjilik shayx deb bu bahona bergan. Undaqda bu kishiningki hadisi qabul qilinadigan büyük shenjilik ulamolardan deyishki bo'ldi. Bu kishi Nafi'din hadis rivoyat qilyapti. Undaqda bu Nafi' kim o degan vaqtida Nafi' Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuninki azodgardisi deymiz. O'z davridagi büyük tabiin Madinada yashagan. Nayt ko'p hadis rivoyat qilgan shenjilik büyüklardan. Abdullah ibn Umar bu odamninki ham ustozi hem hocisi, hocidar bo'ladi. Mushu munosabat bilan Abdullah ibn Umarning tarbiyasida cho'ng bo'lgan va uningdan boshqa Madinalik sahobalarda o'qigan, fiqhni nayt ko'p biladigan, hadisni nayt ko'p rivoyat qilgan kishi. İmam Malik rahmetullahi alayhining ustozi bo'ladi bu kishi. İmam Malik eng ko'p hadis rivoyat qilgan odam mushu Nafi degan kishi. Nimishqa İmam Malik rahmetullahi alayhi İmam Nafi'ni ko'p o'ziga hamroh qilib davomli qilishdan ayrilmaydigan holatda yashagan. Şunlaşqa İmam Malik'niki Nafi'den rivoyat qilgan rivoyatlarda asosan xatolik topqili bo'lmaydi deb ta'riflangan o'z vaqtida. Hijriya 117-yili o'lib ketgan. Şuna İslam tarixida muhaddislarning ikki tarifida İmam Malik Nafi'den Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan sanad eng kuchli, eng sahih sanad deb qaralgan. Bu kishiningki tarjimalini biz boshda biroz o'tdik bo'lg'ay. Bu kishi Ibn Umardan rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Umar o'zining ustozi, azodgardisi. Umar ibn Xattobning o'g'li. Nayt dangliq oila bu Umar oilasi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan edi deydi. Abdullah ibn Umar davatida. Men bir tush ko'rdim deydi. Tushimda misvaq qilib o'tibdiman dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mening huzurimga ikki odam kelib, birisi ham birisidan biroz cho'ngroq ekan. Men misvaqni bu ikkilarning kichigragiga beribdim dedi. Menga shu vaqtda deyildiki, cho'ng'iga ba debdi. Darhol misvaqni bu ikki odamning cho'ng'iga bergan edim dedi. Hamda Abu Abdullah deydi İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi. Bu hadisni Nuayn ibn Mubarak'dan, Abdullah ibn Mubarak'dan, Usame Nafi'dan, Nafi ibn Umar'dan. Yani bu yeni bir rivayet. Bu rivayette yani bular sal qisqartgan deyilgan. Undaqda bu hadis biroz uzunroq rivoyat qilingan hadis bo'lishi mumkin. Shunlashqa bu yerda İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi Nuaym sal qisqartib aytgan deb bayon qilgan bo'lishi mumkin. Endi bu yerdagi payg'ambarimizningki tushi eng shenjilik tushlardan. Bundaq elbet vaqtda bu bir vahiyning bir qismi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan. Bu yerda payg'ambarimizga maslahat bergan cho'ng'iba degan kishi Jibril alayhisolatu vasallam tushidi ekan. Endi undaqda bu hadisda misvaqni biz atrofimizda misvaq sungan vaqtida cho'ngroq odamga berish bu sunnat deyishki bo'ldi. Bu bir cho'ngroq qilingan bir ehtirom, bir hurmat. Undan boshqa hamda masalan misvaqdan boshqa yemak ichmak, mingish, so'z, masalan uyga boshlash deymizda, darvozadan minpaslar degandek bunday masalalar bo'ldimi? Masalan, yoshli cho'nglarni hurmat qilamdiq degan vaqtida İbnül Battal degan ulamo bu vaqtda masalan mush ishlag'imi masalan misvaqda cho'nglarni hurmatlaganga o'xshash yemak ichmak, gap so'z, mingish turish masalalardimi masalan cho'nglarni hurmat qilish kerak deb qaragan. Bu hamda bunda o'rturg'andiki masala, o'rturgan vaqtida o'ngdan boshlaymiz demaymiz, cho'ngdan boshlaymiz deymiz. Ammo
o'tirab bo'lganingizcha vaqtida o'ngdan boshlash bu bir sunnat. Bu Fathul Bari'da bu mazmun shu shaklda bayon qilinib o'tgan. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh Kitabul Vudu'ning eng oxirgi bir bobini bayon qilyapti. Shuningla bugungi shu darsimizda Kitabul Vudu degan İmam Buxoriyning Sahih Buxoriydagi bu kitoblar ara bo'lingan bu boblarning tarat bobi bo'limi buga oyoqlashida. Shuningla bugun ikki bobni birlam so'zlaylik. Bugungi bu bobda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh tarat ilib qo'ngan, ufilgan odamningki fazilati, darajasi haqida degan bir bobni keltirgan. Demak, bumi taratningki fazilati, ajr savobi aks etgan bir bobningki o'zidir. Bu 247-numurli hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Muhammad ibn Muqatil degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Abul Hasan al-Marvazi nomi bilan başta o'tdi o'g'ay bu kishi. İmam Buxoriyning buyuk ustozlaridan. Bu kishi deydi bizga Abdullah xabar bergan deydi. Abdullah ibn Muborak degan kishi shu. Bu kishi deydi bizga Sufyan xabar bergan deydi. Sufyan as-Savri rahmatullohi alayh. Ba'zilar Sufyan ibn Uyayna bo'lishi mumkin deydi. Chunki bu Abdullah ibn Muborak hem Sufyan as-Savridan hem Sufyan ibn Uyaynadan ikkilaylandan rivoyat qilgan. Bu tazaliqi çoğun mesele yok bir meselelerindeki biri. İkilisi büyük ustazlardan, işencilik ravilardan. Bu kişi hem de Mansur degan kişiden rivayet kılıyordu. Bu kişi Mansur ibn Mu'tamir degan büyük muhaddis baş tercümalı öttü. Bu kişi Sa'd ibn Ubeyde degan kişiden rivayet kılıyordu. Sa'd ibn Ubeyde özüne aitti büyük tabiinlar qatardaki kishi shunlashgan Baro ibn Azib degan bu sahobadan rivoyat qilyapti. Bu kishi Kufada o'lib ketgan büyük muhaddislardan. Ayni vaqtida bizningki yoshroq vaqtidagi fikr bo'lsa kerak. Shu davrdagi xavorijlarniki fikri bilan bulg'angan ayni vaqtlarda. Keyin bu masalada tövbe qilgan. Shunlashgan ulamolar bu masalaga qarab turib bu odamni shenjilik ko'plik ulamo degan nomni bergan. Bu kishi hamda Baro ibn Azib degan kishidan rivoyat qiladi. Baro ibn Azib o'zi ansoriy sahoba, bu Umara nomi bilan mashhur. Hijriy 72-yilda o'lib ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan nurg'un urushlarda birga bo'lgan. Undan keyin 4 xalifalar davrida zo'r tuhfalarni qo'shgan. Iroq, shu Persiya xandonliq tarafdagi shaharlarning musulmon bo'lishiga tuhfa qo'shgan buyuklardan. Keyingi mezgillarda Kufada yashagan Ali ibn Abu Talib bilan birga xavorijlarga qarshi, Muaviyaga qarshi urushlarda birga bo'lgan. Ham ilmiy jihatdan elbetqa vaqtda ko'p hadis rivoyat qilgan büyük bir allomalarniki bir hisoblanishidiki. Bu kishimi dadasi bilan birga musulmon bo'lgan Madinada. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelgan vaqtida dadasining ismi Azib ibn Haris deymiz. Shu vaqtda sal kichikroq. Şonlaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir g'azotida tizimlitib kelgan vaqtida Baro ibn Azib Rasululloh buni eshikchek deb qaytirib etgan. Uhud g'azoti bo'lgan vaqtida bu odamni urushga qatnashtirgan. Shu vaqtida yoshlari masalan 14-15 yoshga kirgan vaqtlarda Şonlaşqa Rasululloh bilan hayotida 14 yoki 15 qatim urush qilgan deyiladi. Bu kishiningki ilmiy jihatda tuhfasi nayt zo'r. 305 tane hadis rivayet qilganligi xotirlangan. İmam Buxoriyning Sahih Buxoriyda 15 tane hadisi var. Bu odamniki. Sahih Muslimda 6 tane hadisi var. Endi o'zi kichik sahobalar qatorida bo'lg'achqa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgandan keyin cho'ng sahobalardan nurg'un hadislarni rivoyat qilib, keyingi mezgilda shogird tarbiyalab ümmetga qoldirib ketgan buyuklardan. Bu sahobalarning hayotiga qaytsak, bu sahobalar hem ilmiy jihatda, hem siyosiy jihatda, hem qo'mondonlik, amirlik, hamma jihatdan bularni yetilgan. Hamma yani o'zining haqqini berib mangan bo'lar. Hatto oila turmush qaytsak uniki necha xotinlari va necha bolalari va qildigan. Demak, bular bir tarafdan hayotniki birlam tarafiga ahamiyat bermasdan
hamma tarafiga vaqtida, paytida ahamiyat berib malgan. Hani bu kishi deydi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan edi. Sen yatadigan o'rningga kelsang yatmoqchi bo'lib deydi. Sen namozga taharat olgandek taharat olgin. Ondan sen o'ng tarafingni besib yotqin dedi. Ondan tövendek duani o'qib mundaq degan. Ey ulug' Parvardigor Allah, o'zimni sana topshirdim ulug' Parvardigor. Bütün işlerimni sana topshirdim, sana omonat qildim ulug' Parvardigor. Usqunimni sana yo'landirdim degan bo'ldi. Buning ma'nosi bu kinoyalik gap bu. Yani ig'ir bütün işlerimni sana men topshirdim. Ulug' Allah. Sen mening faqat senlan bir yo'lanchikim, cho'ng kichik ishlarimni sana men topshirdim degan bo'ldi. Sening savobingni ko'zlab, jazo azobingdan qo'rqib mushtaq qilyapman degan bo'ldi. La malja'a va la manja minka illa ilayk. Ey Allah, sendin qutuluş yoki boshpanah bo'lish masalasiga kelsak, bu faqat sening qo'lingdagilam ish bu. Sen faqat boshpanah bo'lg'uchisan, nijotkorimiz sen ulug' Parvardigor degan bo'ldi. Ey ulug' Allah, sen nozil qilgan kitobingga iymon etdim. Qur'onga iymon etdim. Sen avatgan payg'ambaringga ishondim, onu tasdiq qildim, iymon etdim. Deb mush duolarni o'qigin deydi-da. Agar sen shu kechisi mush duoni deb, mush taratni elib, o'ng tarafga yetib, bu o'ng tarafga yetish degan bütün payg'ambarlarning odati. Payg'ambarlar umuman o'zi o'ng tarafida yotadi. Onda mush duoni o'qib qilsang, sen ham mush shu kech o'lib ketsang deydi. Sen bir fitrat ustida o'lgan bo'lasan. Bundaq degani bir iymon ustida, sap bir to'g'ri din ustida. Yani İbrahim Aleyhisselam'ның dinida, İbrahim Aleyhisselam'ның milleti asasida sen o'lib ketgan bo'lding deb shunaq degan edi dedi. Sen bu dualarni o'qigan vaqtingda sening eng oxirgi so'zing mushu bo'lsin dedi. Yani bu dualarni o'qib bo'lgandan so'ng sen buningdan boshqa gap qilma. Shipit uxla. Bugun kunimizda elib o'tgan vaqtida telefoningni ko'rma, deganda gaplar bo'lishi mumkin, endi ishorat orqali Alloh alim, ammo eng oxirida deyilgan gap mush duo bo'lsin demoqchi. Bu kishi deydi, Baroy ibn Azib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bu gapni men necha qitim takrorladim deydi. O'tib qo'yapti-kanda shuni qaraganda. Shundan men Allohumma amantu bi kitabikallazi anzalt deb bo'lab ve Resulik dese Peygamberimiz ya ve nebiyyikellezi erselt deb bunun kelimini sözünü özgertip bergen idi deydi. Demiş Peygamberimiz bu yerde bu duanı da şu ma'nisi azroq mos kelgan bo'lsa, demiş Resulullah tuzitish bir duo yapma da deydi o dese. Belki ulamolar bu duo Xudo tarafdan, Alloh tarafdan vahiy qilingan tavqifi dua bo'lishi mumkin. Yani Qur'onning kalimalariga o'xshash o'zgartishga bo'lmaydigan holatdagi duolar bo'lishi mumkin deydi. Shuningdek duo masalasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan duolarni o'zgartmay, o'z beti labzi bilan deyish bu afzal bu. Demak biz bu hadisdan oldigan bir qancha yakunlarimiz var. Birinchidan tarat bilan uxlash, duo bilan uxlash, zikr bilan uxlash. Bo'lib bu shu duoga nayt o'zimizni bir ahamiyat bergan vaqtimizda navoda o'lib ketsak inshaalloh bir to'g'ri usulda, to'g'ri bir din ustida, haqiqiy iymon ustida o'lib ketgan bo'lamiz. Alloh taolo bizni bu sharafga bir muyassar qilsin. Undan boshqa hamda bu hadisdan ilingan mazmunlardan o'ntirab uxlash masalasi bu nayt payg'ambarimizning sunnati, payg'ambarimizning va bütün payg'ambarlarning. Ondan başqa uyg'unishqa, sezgir namozga tezroq qo'polaymiz. Yana birisi har qanday ishniki xotimasi, tuganchisi Allohning zikri bo'lsa, nayt bu yaxshi. Bu duoniki arabchisini bir o'qiyli. Agar darsni tanishgan qarindoshlar bo'lsa, arabchisini
ergişip ügnavasanlı yaxşı. Şu adet qilsak, nayetde bir ecirlik hem bir faziletli kişilarniki biri. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizinki digen duasının üzne şu peti deymize. Allahümme eslemtu vecihi ileyk ve fevvaztu emri ileyk ve elce'tu zehri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca minke illa ileyk Allahümme amentu bi kitabikellezi enzelt ve bi nebiyyikellezi erselt. Bugünkü dersimiz müşahitçi boğay ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.